Qo'limdagi shirin gnizdoni tekinga olib chiqib ketdim. Sizlarga ham o'rgatdingmi? Ancha oldin men sumka bir odamimni yig'ib bo'lganman, lekin Fogi do'koniga kelganimdan keyin yana yuraklarim jo'shib ketib, o'zimga kerakli bo'lgan mahsulotlarni xarid qilib oldim. Va ona uchun gigiyenik vositalar, tagliklar va ona uchun sut sog'ish apparatlari ham bor. Radomda kiyish uchun shunaqa sorochkalar ham bor. Men ikki xil rangdan olib oldim. Radom sumkalarni xohlasanglar o'zingizga yig'vasanglar ham bo'ladi, xohlasanglar shunaqa tayyor ham bor. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, narxlari bilan tanishtirib chiqaman. Yangi dunyoga kelgan chaqaloqchalarni tirnog'ini olishga ehtiyot bo'lishimiz kerak. O'shaning uchun shunaqa chiroyli asalgina naborchalar bor, ulardan ham xarid qilsanglar bo'ladi. Fogi do'koniga kelib, chaqaloqqa kerak bo'lgan hamma narsani birdaniga olib chiqib keta olasizlar. Yangi tug'ilgandan boshlab kiyintiradigan shunaqa kiyimchalar ham bor, har xil variantda. Pilyonka va klyonkalarni va muslinovый har xil predlarni aynan shu Fogi do'konidan katta assortimentda topishni kiyimchalarni aytmaysizlarmi? Yangi tug'ilgandan boshlab 2-3 yoshgacha bo'lgan kiyimchalarni ham bemalol topsanglar bo'ladi. Menga va chaqaloqqa kerak bo'lgan hamma narsani xarid qilib oldim. Endi kulminatsion nuqtaga keldik. Fogi do'koni fishkasi. Radom uchun sumkani tayyor 3 xil varianti bor: mini, pro va max. Agar sizlar 990 mingdan oshgan radom sumkani xarid qiladigan bo'lsanglar, gnizdoni sizlarga sovg'a qilib yuborishadi. Biz esa 5 million 200 minglik xarid qilganimiz uchun qo'limizdagi shezlongni bizga sovg'a qilib yuborishdi. Fogi do'koniga kirib, har taraflama foydada chiqasizlar.